Sizlar ham o'zi o'yinni ko'rdinglarmi, kimga bolets qildinglar, xursand bo'ldinglarmi PSG yutganidan? Menimcha bu juda ham katta yutuq va juda katta qadam PSG jamoasi uchun. Chunki aynan ularning fanatlari endi yana ham ko'payadi dunyo bo'ylab. Haqiqatan ham zo'r o'yin ko'rsatishdi va o'yin Liga Chempionlarda aynan futbol qanaqa bo'lishini isbotlashdi. Endi bu mening shaxsiy fikrim, lekin juda ham xursand bo'ldim men bu jamoa uchun va ayniqsa ustozi uchun juda ham xursandman. Ta'sirlanib ketdim, shuni video qilib sizlarga joylaydim. Sizlarning fikringlar qanaqa? Buni bilarmidinglar bu mavzuni? Sizlar ham ko'rdinglarmi? Men nima deydi, sezgan narsalarni sizlar ham ahamiyat berdinglarmi? Yo bitta mana shunaqamanmi? Xullas fikringlarni yozinglar, gaplashamiz.